Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda xudo xolasa mana shunaqa arzon mebellarni, ishlatilgan mebellarni qo'yamiz. Kimga qiziq bo'ladigan aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa pastda nomerlari bo'ladi. Bo'lmasa Telegram kanalimizga ham tashlab boryapmiz. Kreslolar, bunaqa stullar, pufik, bunaqa kravatlar, stenka, bunaqa shkaflarni hammasini xudo xolasa bittama-bitta o'sha yoqqacha borib aytib boramiz narxlarini. Videoda boshlanishidan like bosib, kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Obuna bo'lib esingizdan chiqmasin. Birinchida shkafimiz mana ichlarigacha ko'rsatdi, aynalari ham bor ekan. Ichida ham stulchasi bor ekan. Stulchasi bonus bilan e'tibor qilib qo'yasizlar, yana tushunmovchilik bo'lmasin, ichlarini bitta-bitta ko'rsataveray. O'sha shkaf nesi pul aka bunisi? Bunisi 1.400.000 so'm. Ko'rib turganlaring, kimga qiziq bo'ladi desa, kichkina shkafchani puliga. Endi katta metr stenka bor ekan, 4 metr adashmasam buni uzunligi. Shundan oshiqda xullas 4 metrmi yo'qmi? Nesi pul bu? 1.800.000 so'm shu katta narsa. Razmeri nechi? 4 metr chiqadi, 4 metr chiqar ekan. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ancha-muncha narsani ichiga qishamgina qilib kirib ketadi. Xo'p, orada 2 tashkali kravatdan ichib ketdi, narxi 1.5 million so'mdan. Alohida ham bo'la ajraladi, 2 metrga 85 razmeri. Stulchilar nechta pul donasi? Ularda 150 ming so'mdan. Temiri qalinidan. Qalin temirlidan. O'zi bilinib ham turibdi. Ko'pchilik ofisga yo bir narsalarga qiziqayotganlar bo'lsa, bundan bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 12ta bor, 12ta bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi ro'parada stenka ham turibdi, mana bitta ko'raverasizlar buni. Stenkamiz ham, xo'p, bitta 2ga bo'linar ekan. Shturishni nechta pul bo'lar ekan? Bu 1 million so'm. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tevasi ham alohida bo'ladi, aytlar. Bitta Chiqadi. Yonidagicha aka bunisi. Kichkinagina, ixchamgina. Bu 450 ming so'm arzonginasi. Kimga qiziq bo'ladi desa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi bu yerda bunaqa laminatlik 2 tashkali turibdi, bo'ylari ham baland. Bu nechi pul aka? Bu 1.200.000 so'm. Arzon 2 tashkali so'rayotganlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kreslochi ekan bular, kreslolar ham bor. Sotilib ketdim. Zo'r bor. divanlarni ko'rsating. Divanlar bor, divanlarimizni, xo'p, spanli ham bo'ladigan. Bular o'zi rossiyskiy narsalarni qoplanganlari, taglari sondiq. Bitta, ikkita, 3ta, yana boshqalari ham bor. Mana shunaqa holatga ham keladi. Bu narxi nechi pul? 1.250.000 so'mdan bemalol xarid qilishingiz mumkin buni ham. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? 20 yilgacha javob deyaptilar. O'zi o'shancha ishlagan, yana ishlayveradi deyaptilar. Xo'p, parta bor, mana partani ham ko'ring. Parta ham zo'r holatda. Kompyuterga simlarigacha bor. Sotilmaydimi? Yo'q. Partamiz nechi pul aka donasi? Partamiz 400dan berib yuboramiz. 400.000 so'mdan partalarimiz bor, bemalol xarid qilishingiz mumkin bularni ham. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Xo'p, endi mana stenkamiz bor ekan, tagida tortmalari bilan. Bu nechi pul aka? Bu stenka shkafimiz 700.000 so'm. Manonimiz bor. Bu nimaligini bilmayman-ku, lekin chiroyli narsa ekan bu. Bu nechi pul? 500.000. Bunisi 500.000 so'm. 2 tashkali kravat yana. Divanlar zo'r holatda ekan. Mana sostenasi zo'r ekan. Narsalari ham yaxshi. Nechi pul bu? 1.200.000 bo'lsa berib yuboramiz. 1.200.000 jupa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu yakkaligizchi? Bu yakkaligimiz hali qaysetkalikda. Aha. O. Yumshoq ekan. Yumshoq narsa xohlayotganlarga mana. Oynaga buni necha pul qilib beramiz? Hozir narxini keyin bilamiz. Buni-chi aka? Buni 400 ga berib yuboramiz. Mashturish 400. 400 ming so'm matrassiz. Nechiga nechi matra bu aka? 2ga 1.60 ekan. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Taglari baquvvat laminat. Endi bunaqa 3 qanotli shkafimiz bor. Bu nechi pul aka? 3 qanotli shkafimiz? 1 million qilib berib yuboramiz. 3 qanotlikda 1 million so'm. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozib keting, arziymi yo'qmi? Nima edi bu aka? Mana bu narsa. Ha, stenkaga o'xshagan. O'rtasidan bo'linadi. O'rtasidan 2ga bo'linadi bu. Bemalol qo'yishingiz mumkin. O'shalarga alohida ham sotaveramiz. Agar yo bitta olaman desa 600 mingga berib yuboramiz. Ikkosi 600 ming so'm. 300 ming so'mdan. 300 mingdan donasi. 300 ming so'mdan mana shu yerdan bo'linadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bo'linadi. 300 ming so'mdan kommentariyada yozib keting, arziydimi yo'qmi mana shunaqa. Bitta ko'ring, sostenasini. Mana bunaqa kichkinagina aynali narsa bor ekan mana. Polka. Bu kitoblar uchunmi? Nimaga to'g'ri keladigan bo'lsa. Bu nechi pul aka bunisi? Buni ham 300 ming qilib beramiz. Bu ham 300 ming so'm. Endi ikkita trimo bor. Trimolarimiz qarang, mana unisini birinchisini qilib beramiz.
450 ming so'm. Stulchasi Stulchasi bonus. Ochiladi. Bunisi 500 ming so'm. Bu akril. Ochilib yopilishlari ham yaxshi, uni katta. Sostaynasi zo'r. Bunisi sal kichikroq, bunisi kattaroq ekan. Kimga qiziq bo'ladigan saloqa chiqarasizlar. Endi bunaqa komod bilan sondiq bor. Aka bunisi nechta pul, bunisi nechta pul? Mana 200 mingga beramiz. 200 ga buni beramiz. Buni sotaverdik. Bu sotilibdi. 400 ming so'mga sondiq sotilibdi. Xo'p, bu sotilibdi lekin e'tibor qilasizlar. Xo'p, hammasini ko'rsatdim. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirib ketinglar. Kimga nima zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar aloqaga chiqarasizlar. Telegram kanalimizda ham doimiy tashlab boryapmiz. Telegram kanalda sotish va sotib olish hissalaring chiqadi, xudo xolasa.